Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugun men sizlarga oldingi safar va'da qilganimdek Natalan preparatini ta'sir doirasini og'zaki tushuntirib bergan edim. Mana men sizlarga hozir narsani ko'rsataman. Yillar davomida yig'gan otchetlarim, qaysi kasallikda qanaqa foyda berganligi va ilmiy amaliy demak o'sha klinikalarni, demak davlat tasarrufidagi ishxonalarni Natalan preparatiga bergan otchet to'g'risida aytilgan. Demak, mana ko'rdinglar, shuncha hujjatlarni yig'ib har bir sohada har bir inson tanasiga a'zosi, ya'ni har bir tana a'zosiga qanaqa ta'sir qilish to'g'risida demak xulosa olganmiz. Xo'p, bu demak toksikologiyada, ya'ni homilador ayollarda qanaqa foyda berishligi va qancha dozirovkadan iste'mol qilish kerak to'g'risidagi otcheti. Mana bu to'g'risida ham, chunki men har bitta gapimni asoslab doim kelganman, hozir ham asoslab keltirib beraman. Xo'p, demak bu bolalar orasidagi gepatit va noaniq sababli paydo bo'lgan jigar kasalliklarini davolash va turli xil tanalardagi toksinlarni surib chiqarish, tanani yuvish, o'sha demak hamma demak organizmi turli xil kasalliklarida qanaqa foyda berganligi to'g'risida demak Toshkent bolalar kasalliklari tibbiyot instituti tomonidan berilgan. Har bir kilo vaznga qancha qo'llanilganligi, ana shuncha otchet, mana qanchada foyda olish mumkin. Xullas hammasi mana klinik tekshiruvlardan o'tganligi to'g'risidagi bu otchet. Va bu otchetlarni tasdiqlagan kim desanglar, hop, Toshkent tibbiyot, ya'ni Toshkentning rektorlari, ya'ni shu olimlari bergan. Bu demak koronavirus infeksiyasida olingan natijalarimizni berganmiz. Buni bizga demak tadqiqot Rossiyada bo'lgan va O'zbekistonda ham bo'lgan. Buni tekshirilgan. Viruslarni yo'q qilish to'g'risida, xosatan koronavirus infeksiyasiga ta'siri to'g'risida. Bizda kecha video qo'yganimizdan keyin telefonlarim umuman to'xtamay qoldi. Rostdan ham shunaqangi mo'jizaviy preparat emas, aytmanglar dedi. Biz shuni ustida ishlaganmiz. Bu demak umuman nojo'ya ta'sir yo'qligi, demak ayol kishilar, ya'ni homilador ayollar toksikozlar, o't qopini yuvishi, jigar yaxshilashi, me'da osti bezi, qandli diabet, xolesterin, davleniya, ichaklardagi infeksiya, mana shularni yo'qotish to'g'risidagi xulosa qog'ozlaydi va jigari qanaqa qilib vassanaleniya qilish to'g'risida kelgan. Chunki biza e'tibor bersanglar, qog'ozda o'qidik, qog'ozda yozyaptiki, organizmni ham demak o'sha ichkari tomondan ham to'g'irlab, ta'mirlab tuzatib keladi va organizm energiyasini oshirib nima qilar ekan? Uni hayotiy, demak o'sha jismoniy ko'rsatkichini yaxshilab beradi va hayotiy funksiyalarni yaxshilab beradi. Hayotiy funksiyalarni yaxshilab beradi. Endi bu yo'riqnomasida ham yozilgan. Положительным образом влияет на физическую работоспособность и улучшение качества жизни. Ya'ni bu yerda aynan jigar uchun emas, hayotni sifatini yaxshilab beradi deyilyapti. Bu demak turli xil kasalliklarda tanada o'sha toksinlarni zaharlanishni ko'payib ketadi. Demak o'shalarda qanaqa qo'llash kerak? Bu o'shani qog'ozi va plus buyrakdagi kasalliklarda qonda mochilni, kreatinni ko'tarilib ketganda qancha dozirovkadan qilish kerak? Ana shular ham yozilgan. Doyinasi ko'tarilayotgan odamlarga ham juda ham yaxshi foyda beradi. Bu otchet, bu oddiy otchet emas. Ko'rsatib o'tdik nima ekan? Bu demak o'sha O'zbekiston Respublikasi ilmiy amaliy va tibbiyot akademiyalari tomonidan berilgan. Mana bu Moskvada qilingan tekshiruvlar, olib borilgan klinik tadqiqotlar. Hop, va homiladorlik bilamiz 3 ta trimestrga bo'linadi. Birinchi 3 oylik, ikkinchi 3 oylik va oxirgi 3 oylikka bo'linadi.
har bittasida demak tekshirib borilgan. Va eng zo'r tarafi bu qog'onoq suvi, ya'ni homila yotadigan bachadonning ichidagi yo'ldosh ichidagi suvni ham juda ham kuchli yuvib tozalab beradi. Va опорно-двигательный apparat, ya'ni tayanch harakat a'zolari, demak shu bo'g'imlardagi turli xil revmatizm deyiladi-yu, bo'g'imlarda bo'ladigan autoimmuniy kasalliklarga ham juda yaxshi foyda beradi va bo'g'imni ishlashni rag'batlantirib beradi. Mana shu Natalan preparati. Eshitmaganlarga bundan oldingi Natalan'da poyezd bersalar kelib chiqadi. Mana shu preparat to'g'risida gap ketyapti. Tarkibi demak tabiiy propolis, ya'ni asalari mahsulotidan olingan. Tarkibida 1 millilitrda 10 milligram pentaksinyal moddasini tarkibida saqlaydi. Pentaksinyal moddasini tarkibida saqlaydi. Bu modda, demak o'sha pentaksinyal moddasi eng oxirgi 21-asrda eng demak o'sha texnologiyalar asosida ishlab chiqarilgan eng zamonaviy tadqiqotlardan, butun bir jahon talab qilayotgan hamma dokumentatsiyadan, klinik tekshiruvdan o'tgan, organizm hayotiy ko'rsatkichlarni yaxshilab beradi va sanab o'tgan turli xil bir nechta kasalliklarga yordam beradi va eng asosiysi nima ekan? Bizlarning hayotimiz uchun eng muhim bo'lgan organlardan biri bo'lgan jigarni faoliyatini rag'batlantirib, ko'tarib, uni qayta восстановление, ya'ni o'zini o'zi tiklash jarayonini nima qilar ekan? Tezlashtirib berar ekan. Xo'p, bu bu demak o'sha zamburug'lar bo'ladi inson tanasida, griboklarni o'ldirish to'g'risida kelgan. Bu yerda yana juda ko'p klinik tadqiqotlar olib borilgan. Kelsanglar har bittasini bittalab ko'rsatib berishimiz mumkin. Mana ko'p odam so'rayapti, rostdan shunaqamidi? Mana biz buni ko'rsatyapmiz. Bu demak Toshmida olib borilgan klinik tadqiqotlar, demak o'sha og'ir ahvoldagi gepatitlar, sirrozlar, raklar, onkologiyalarda va me'da osti bezi kasalligi, qandli diabet, o'sha oshqozon osti bezi kasalliklarida olib borilgan tadqiqotlar. Bu yerda ham juda ham ko'p ma'lumotlar berib borilgan. Mana bu ma'lumotda ham ko'rasizlar qancha tekshiruvdan o'tgan va hamma kerakli bo'lgan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan barcha hujjatlarga ega. Keyingisi qonni yuvishi, ichak sistemasini yaxshilashi va antioksidant xususiyat to'g'risida yozilgan bu yerda. Hozir o'zi nechta sanavot? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ta. 9 ta bo'lsa, yana bu yerda 30 ta bor. Bunaqa kitobchasi. Xo'p, bu gepatit A, B, C, D, E kasalliklarida olingan, demak klinik tadqiqotlardan olingan demak xulosalar. Bu yerda nima qanaqa foyda berishligi to'g'risida mana bir nechta klinikalar, xosatan demak Toshkent perinatal markazi, demak immunologiya va inson genomikasi instituti, keyingisi Hayat gospitali, bu yuqumli kasalliklar shifoxonasi va Welcome klinikasi bergan xulosalar va Nano Medical Clinic tomonidan berilgan xulosa qog'ozlari. Xo'p, 3-shahar demak tug'ruqxonasi, 3-demak tug'ruqxona kompleksi tomonidan berilgan, ya'ni homilador ayollarda ham bemalol davolash mumkinligi to'g'risida. Bu Rossiyadan berilgan qog'oz. Xullas juda ko'p kasalliklar tekshiruvdan o'tganda bu. Juda ko'p klinik tekshiruvdan o'tgan va buni demak o'sha yoriqnomadan tashqari boshqacha sxemalarda qo'llash mumkinligi to'g'risida berilgan mana bu statiyalar.
ishlatish mumkinligi to'g'risida kelgan. Xo'sh. Buni oldik. Bu rak, ya'ni onkologiyada va onkologiyadan keyin ximyoterapiyadan olgandan keyin qanaqa effekt berish to'g'risida yozilgan. Xo'sh. Bu immunomodulyatorli xususiyat, ya'ni immun sistemasini rag'batlantirish to'g'risidagi xulosa qog'ozi. Do'stlar, hozir yana videosi juda ham ko'payib ketadi. Bu yerda yana hali juda ham ko'p. Har bir kasallikni sanab o'tsam hamma aytish mumkin. Oho, bu shunaqa narsami deb. Xullas, haqiqatda mana shu demak Natalan preparati. Ko'rasizlar. Biz buni ustida juda ko'p yillardan beri ishlab kelaman. Misol uchun lekin olganlar biladi. Buni o'zini davolaydigan sxemasi bor, o'sha sxema bo'yicha qilinadi. Demak, tarkibi hech qanaqa ximikal bir toksik moddalar emas. Nima ekan, tarkib asalaridan olingan, demak o'sha propolisdan olingan moddani, ya'ni aktiv, ya'ni o'sha tirik moddani tarkibida saqlagan. Ya'ni o'lik bir ximikat, bir qanaqangidir bir yomon narsa emas, ya'ni aktiv holatda bu. Ya'ni bu aktiv holatda, demak faol ishlab turgan, ya'ni bu hali tirik modda, tirik bo'lganligi uchun qatizda qanaqangi problema bo'lsa, o'sha joyingizni nima qilar ekan, ta'mirlab berar ekan. Va eng asosiysi hozirgi dunyoda eng dolzarb bo'layotgan mavzulardan biri nima ekan? Jigar sirrozi, ya'ni jigarni vaskularniy bo'lish jarayonini tezlashtirib berar ekan. Qonni yuvadi. Buni to'g'risida 4 ta video oldik. Homiladorlikda, pediatriya, ya'ni yosh bolalar kasallarida har qanday etaplarda bemalol qo'llash mumkin. Aynan jigar uchun emas, ya'ni boshqa bir xususiyatlari ham bor. Chunki yo'riqnomasida o'zi ham yozib qo'yibdi. Ya'ni insonni hayotiy ko'rsatkichlarini juda ham boyitib, hayotiy ko'rsatkichlarni yaxshilab beradi degan. Ya'ni bu yerda aynan jigar bilan bog'liq bo'lgan masala emas, ya'ni boshqa bir faktorlarni ham demak o'z ichiga oladi. Demak, Natalan preparati eng oxirgi gapimiz 21-asrning eng so'nggi zamonaviy demak texnologiyalar asosida demak o'sha eng tirik aktiv holatda ishlab chiqarilgan, demak ampulaga solib qo'yilgan dori preparati, tarkibi 100% halol va demak asalari mahsulotini tarkibida saqlaydi. Demak o'sha propolis tarkibidan ajratib olingan modda, o'sha modda nima qilar ekan, organizmni tiklanishini yaxshilab berar ekan. Mana sizlarga O'zbekiston tarixida, meditsinasida juda ham kattakon bo'lgan bir yutuq. Albatta bu bilan faxrlanishimiz kerak. Pullarimizni Hindistonga qatlagadir olib borib, sarf qilib Turkiyaga olib borib emas. Nima ekan, o'zimizning yurtda, bizning O'zbekiston jamiyatimizda shunaqangi ajoyib bu dori boshqa hech qayerda yo'q, topa olmaysizlar. Na Amerikada, na Fransiyada, na Germaniyada, na boshqa joyda yo'q. Faqat bizning O'zbekistonda bor va aniq kasallikni muolaja, davolash qilish bo'yicha nima ekan, aniq protokol xulosalari bor va yana aniq xudo xolasa foyda beradi. E'tiborli markazida doktor Murabbos Hamid Roshanovich bo'ldi. Xayr, salomat bo'ling.